Assalomu alaykum, ishonch uyini ko'rib kuzatayotgan aka-ukalar. Xo'p, men sizlarga Limalariyadan 207 sotuvga korobka holatdagi kottejimizni topib qo'yganman. Ichlarini bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Xonalarga keladigan bo'lsak, bo'linmagan, o'zingizlar xohlagan stilingizda bo'lib, misol uchun xonalarning sonini ko'paytirsanglar ham bo'ladi. Hozir ichkarini bitta obzor qilib ko'rsataman. O'zingizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, uyimizga keladigan bo'lsak, o'zini kichkina zeleniy zonasiga ega. Bu yoq tarafimizdan binoyimizga kirib ketsak bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafimizdan podvolga tushsa ham bo'ladi. Podvollar ham qilingan. Bardakligiga ozgina ahamiyat bermaymiz. Kattagina xona bu birinchi etaji, ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, bu yoqda ham bitta katta xona kutib oladi. Xudo xolasa bitta ko'ringlar, bo'lib bemalol domimni sotib kottej olaman deganlarga ham yaxshi variant bo'ladi. Kulminatsion nuqtasiga keldik. Bu narxi $90,000 deyapmiz. Sunnatiga muvofiq qilib, yana o'tib chiroyli qilib beramiz. Katta yo'ldan 2 minutlik yo'l, shundoq. Katta yo'lni yuzida desa ham bo'laveradi. Xo'p, egalar nomerini pastda qoldiramiz. Ishonch uyiga ishoninglar.